Assalomu alaykum hurmatli ko'rarmanlar. Bugun Yaponiyadagi maktablar haqida gaplashamiz. Yaponiyada maktabga 6 yoshga to'lgandan keyin boriladi. Maktablarga yo'llanmani mahalliy hokimiyat beradi. Hujjatlar taxt bo'lgandan keyin mahalliy hokimiyat bergan yo'llanma bilan maktabga boriladi. Maktab ma'muriyati ota-ona va bola bilan suhbat qilishadi. Yaponiyada maktablar 8 dan 3 ga qadar davom etadi. Ertalab maktab darvozasi oldida navbatchi o'qituvchi turib, maktabga kelayotgan bolalar bilan salomlashib, kutib olishadi. Maktab darvozasidan kirishgandan keyin maktab binosining ichiga kirishadi. Binoga kirishayotganda oyoq kiyimlarini maktabning ichida kiyadigan oyoq kiyimlariga almashtirib olishadi. Oyoq kiyimlarini almashtirib olishgandan so'ng o'zlarining sinfxonalariga borishadi. Sinfxonalarga borishib, sumkasidan kitob daftarlarini olib, sumkalarni maxsus shkaflarga joylashtirishadi. Bu sumkalar randoseru deyiladi. Bu randoseru sumkalari juda ham sifatli bo'lib, deyarli boshlang'ich sinfni tugatguncha ishlatishadi. Darslar ko'pincha 5-6 soat davom etadi. Har bir darsda 45 daqiqa o'qitiladi. Darslar bolalarning yoshiga mos ravishda o'tiladi. Mehnat darsida bolalar narsalar yasash, tikish, duradgorlik kabilarni ham o'rganishadi. Hattoki 3-4 sinf bolalariga kompyuterda yoshlarga mos darslar ham o'rgatiladi. Yapon maktablarida aniq fanlar, matematika, fizika va ximiyaga jiddiy e'tibor qaratishadi. Ertalabki 4 soatlik darsdan keyin tushlik vaqti boshlanadi. Tushlik vaqtida bolalar o'zlari bilan olib kelishgan obento, ya'ni ovqatlarini sinfxonalarda tanovul qilishadi. Ovqatlanib bo'lishgandan so'ng tozalik darsi boshlanadi. Yaponiya maktablarida farroshlar yo'q. Bolajonlar o'z sinfxonalarini, maktablarini o'zlari tozalashadi. Boshlang'ich sinflarda ta'limdan ko'ra tarbiyaga ko'proq e'tibor berishadi. Salomlashish, o'zini qanday tutish, kattalarga hurmat, tozalik, tabiatni asrash kabilarga jiddiy e'tibor qaratishadi. Hozirda ko'pgina yapon maktablarida diniy darslar ham yo'lga qo'yilgan. Bolalar din darslarida o'zlarining dinlaridagi duolarni o'rganishadi va aytishadi. Yapon maktablarining yana bir e'tiborga molik tomoni maktab ichida ekin ekib, ularni parvarish qilish ham o'rgatiladi. Hattoki maktabda hayvonlar ham boqishadi. Hayvonlarga ovqat berish, xonalarini tozalash, ularni parvarishlash kabilar ham o'rgatiladi. Yapon maktablarida musiqa faniga ham kuchli e'tibor berishadi. Bunda bolalar qo'shiqlar aytish, cholg'u asboblarini chalishni o'rganishadi. Yaponlarning aytishicha, musiqa fani bolaning miyasining rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Yana bir asosiy fanlardan biri bu sport. Yaponiyada jismoniy tarbiya darslari deyarli har kuni bor va bu darsga ham juda jiddiy e'tibor qilishadi. Har bitta maktablarda stadiondan tortib suv havzalarigacha bor. Har bir chorakda bolalarga xavfsizlik darslari ham o'rgatiladi. U darslarda yong'inda nima qilish, zilzilada nima qilish, avtohalokatda nima qilish, xullas har qanday favqulodda nima qilish kerakligi puxta o'rgatiladi. Yaponiya maktablarida ta'tillar yozda 1 oy, qishda 2 hafta, bahorda 2 hafta bo'ladi. O'quv yili aprel oyida boshlanib, mart oyida tugaydi. Maktabda darslar 3-3:30 gacha davom etadi va bolajonlar uylariga qaytishadi. Ko'pgina bolalar darsdan keyingi qo'shimcha darslarga ham qatnashib, kechga yaqin 5-5:30 gacha ham maktabda bo'lishadi. Yaponiya maktabidagi bir kunni tasvirlashga harakat qildim. Ko'rib turganingizdek, maktablarda dabdaba, o'ta zamonaviy jihozlar emas, tizim yaxshi yo'lga qo'yilgan va shunday tizimdan chiqqan bolalar Yaponiyani juda ko'p sohalarda dunyoda yetakchi davlatga aylantirishdi. Xayr, salomat bo'ling.